Burunqi zamanda bir jup ayol o'tgan ekan. Yo'ldishining ismi Shedila, xotinining ismi Petila ekan. Bular mahalladan chetrak pakar bir uyda yashaydi ekan. Bir kuni uyning lim yog'ichi g'arsildab sunishga boshlabdi. Ayol onunğa çağrı qilmoqchi bo'pti. Shedila, "No'g'ishni to'ri qilayli", debdi. Petila qarshilik ko'rsatib, "No'g'ish bo'lmasa, biz urug'liq bug'doy tepib, terib, o'rib, yig'ib, un tartib kelganda qanday qilib osh etimiz? Buni hasini to'ri qilmamdiq", debdi. Shedila qo'pib, "Hey, sen tayyor hasini to'ri qilib qo'ysang, men qiyirganda nemini tayinaman? Tug'digan balalaring cho'ng bo'lib, bosh-boshdoqlik qilsa, nima bilan adablayman? Sen osh etayotganda, u bangbosh o'tin agirgili chiqib o'ynab qolsa, hasam bo'lmasa, qandoq talog'i chiqib, qishqirib kiraman? Sen zodi keyinlikni o'ylamamsan", debdi. Sunishga boshlagan yog'och paslashga boshlabdi. Ularning tonir ko'zi yiqilish uchun saqlab yurgan bir tal yog'ichi bor ekan. Ular shuni to'riq qilib limni to'xtatib apti. Bir kuni ular cho'nglarni yo'qlab beribdi. Qaytish vaqtida cho'nglar ularga 2 jing go'sht beribdi. Ular go'shtni akilib qozonga sapdi. Go'sht endi pishay deganda, "Hey xotin, go'shtni qo'y yeymiz. Tishko'lig'ish yo'q tursa qanday qilamiz?" debdi Shedila. Bu gapni quvvatlab, "Biz hamma ishni oldin tayyorlab kelgan ayollar turib, hajab buni o'ylamabdimiz-a?" debdi Petila. Ular tishko'lig'ishning archa yog'ichidan bo'ladiganligini, archining tog'da bo'ladiganligini eslashib, go'shtni qozonda qo'yib, avval taqqa bormoqchi bo'pti. Eshikni quluplab, oshqushni qo'yishga yer tanlabdi. Bular bir zamonlar kelib, dehqonchilik qilsak lozim bo'ladi deb, bir tuz yerni xaman qilib, o'tirisiga mo'mi yog'och qadab qo'ygan ekan. Qarasa, mo'mi yog'och xeyli egiz. Ayol bir-birini yo'lishib turib, oshqushni mo'mining uchiga esib qo'yishibdi. Va bu yerga hech kimning qo'li yetmaydi deb jazm qilishib, taqqa qarab ravon bo'pti. Bularga yo'lda bir hiylagar odam uchrabdi. U Shedila bilan Petilaga salom berib, "Yo'l bo'lsin, nega mengishdilar?" deb so'rabdi. Shedila bilan Petila bir-birining og'zidagi gapini tortib elib, so'zlab ketibdi. "Voy taqsir, bugun qiynotamning uyiga yo'qlab borsak, 2 jing go'sht berdi. Uni qozonga selib, endi yeyli desak, tishko'lig'ish yo'q. Shuni akilish uchun taqqa ketyapmamdiq", debdi Shedila. "Ishikni quluplab, oshqushni mo'mi yog'ochning uchiga elib qo'ydik", debdi Petila. "Go'sht pishay deb qolgan, yana kirib yeb ketmisizlar jumu?" "Voy nima deganlari bu xinim?" debdi heliqi odam. "Undaqmi qilamdigan?" Ular xo'shlashib, o'z yo'llariga ravon bo'lishibdi. Shedila bilan Petilaning qarisi yutish bilan heliqi odam ularning uyiga kirib, go'shtni yeb, sho'rpisini ichib, ishikni quluplab, oshqushni yana avvalgidek mo'mi yog'ochning uchiga elib qo'yib, o'z yo'liga ravon bo'pti. Shedila bilan Petila taqqa berib, archa tepib, tishko'lig'ish yasab, 3 kunda aran uyiga kelibdi. Ishikni echib kirishiga bir davlat qo'ng'izi o'milab bo'sig'idan chiqayotgan ekan. Birdamdila bir to'shga kirib ko'zdan g'oyib bo'pti. Shedila bilan Petila kelib, qozonni ochsa, hech nima yo'q. "Voy isit, buni heliqi qo'ng'iz yeb ketibdi emasmi?" deb orqadan qo'g'lab chiqsa, hech nada yo'q. Ishikni yopmay kirganligi uchun ayol bir-birsiga xeyli uzun taptani qilishibdi. Aradan bir hafta o'tib, ular cho'nglarni yana yo'qlab beribdi. Cho'nglar ularni cho'churi bilan mehmon qilib, qaytish vaqtida bir jing go'sht beribdi. Shedila bilan Petila uyga kelib, go'shtda cho'churi etibdi. Osh pishqanda qiynotisining uyida cho'churini cho'ki bilan ishganligi Shedilaning esiga kelibdi-da, bir shartning hozirlanmaganligini bilib, darhol cho'kini qandoq yasash ustida o'ylanibdi. Uning shilva yog'ichidan yasaldiganligini eslabdi. Shilva
albatta tağda bo'ladi. Axir cho'chorini qozonda qo'yib, ikkisi taqqa qarab mangmoqchi bo'pti. Bu qitim oshqushni burunqidan yo'shirinroq joyga qo'yishni maslahatlashib, tonir tuvadagi kulga ko'mib, ustiga agri bugri qilib, suv sepib, balga qilib qo'yib, taqqa meng'atdi. Yo'lda ular heliqi odam bilan yana uchrashib qopdi. Shetili bilan Petila bu navbat uni aldab qutulmoqchi bo'lib kelishibdi. "Ha, yo'l bo'lsin," debdi heliqi odam. "Taqqa bormaymiz, shilva yog'ichi olmaymiz, cho'kinimi yasamaymiz," debdi Shetila. "Uyda cho'chiri atmadik, oshqushni kulning ostiga ko'mib, ustiga agri-bugri suv sepib qo'ymadik," debdi Petila. Yo'lovchi bular bilan xo'shlashib, to'p-to'g'ri Shetili bilan Petilaning uyiga keldi-da, cho'chirini ichib, qozonning og'zini burunqidek yepib qo'yib, eshikni qulflab, oshqushni o'z joyiga qo'yib ketibdi. Bu qitim Shetila bilan Petila 5 kunda kelibdi. Oshqushni elib, eshikni echibdi. Berib qozonga qarasa, hech nima yo'q. Bir chivin qozonning ichidagi namlikni shumib turg'idek. Buni ko'rgan Shetilining arvohi 40 kez uchibdi. "Voy xotin, chopsam bo'l, paltin akilib be," debdi. Petila putining uchida mengib, paltini akilib bergan ekan, Shetila chivinning beshini nishonlab turib, rosa keltirib birini qo'yibdi. Qozon 8 parcha bo'lib ketibdi. Chivin bo'lsa uchib berib, Petilaning beshiga qo'nibdi. "Hey xotin," debdi Shetila. "Medirlamay tur, jim tur, ha. Bu qurg'ur sening beshingga qo'nib oldi. Buning adibini bermsan bo'lmaydi," deb nihoyatda ehtiyot bilan berib bir qo'ygan ekan, xotinining beshi 2 parcha bo'lib yerga yiqilibdi. Heliqi chivin g'ing qilib uchib, to'rikka qo'nibdi. Shetilining arvohi uchib, tomirlari ko'pib, achchig'i ichiga g'azibi beshiga o'rlabdi. "Sen hiylagar quvchivin," debdi Shetila. "Oshni iching, qozonni chiqing, xotinni o'ltiring, endi to'rik qo'nib, o'gizini ko'tiringma. Ha, men sening shundoq adibingni berayki, qap to'xtab tur." U paltini orqasiga yo'shirib, asta putining uchida dassab, to'rikka yiqillab kelayotganda tuyuqsizla eshik echilibdi. Qarasa, heyliqi oshko'z odam kirib kelayotgandek. U ko'nglida bugun naq samsi tayyorlab qo'ygandi degan o'y bilan kirgan ekan. U Shetilining "Xapshuk" degan ishorati bilan jim turib qopdi. Shetilining qo'lida palti baliqinimi uqmabdi. Shetila aplab turib, to'rik rosa keltirib birini qo'ygan ekan, to'rik bilan billa limmo tushibdi. Chivin uchib talog'i chiqib ketibdi. Sungan yo'g'on lim yog'och to'p-to'g'ri heliqi oshko'z odamning qoq cho'qqisiga tushib, voyjon deyishkimi ulgurolmay jon beribdi. Shetila bo'lsa, uning bilan chatiqi yo'q, chivinni qo'g'lab chiqib ketibdi.